Assalomu alaykum, Avtoshop podpischilari. Ko'p vaqtdan beri og'alarim, akalarim Nexia 3 so'rab turadi. Aksiya Nexia 3 ham qo'ying, olib to'lov kamroq deb. Shu uchun og'alar like-ni bosib qo'yasiz. Sizlarning takliflaringizga binoan Nexia 3 ni 2 donasini aksiyaga qo'yib berzakman. Birinchisi 2018-yil eshitding, oylik to'lovi 3 yil 4 million 100 dan. Ikkinchisi 2019-yil oylik to'lovi 4 yil 3 million 700 dan. Ne deysizlar o'rtoqlar? Aksiyada ketdi. Birinchi 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3'imiz 4 ta yumshoq balon va diskalada turibdi. Bemalol tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Kraskalarni yurgan probegi 80 ming probegi turibdi. O'zining maytafonlarida Pokolena metall ustunovka bo'lgan mashinamizda. Ikkinchi Nexia 3'imiz oylik to'lovini boshqatdan aytaman. 3 million 700 dan 4 yil. Boshlang'ich savollarga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaldan bilsangiz bo'ladi. 4 ta yumshoq balon o'zining diskalarida, ikki mashinamiz ham avtomat korobka o'rtoqlar. Buni ichki sistemasini ko'ring, o'ta ideal sostenada turibdi. Bunda metall ustunovka bo'lgan, yurgan probegi atigi 100 ming probegi turibdi mashinamiz. Yaxshi holatda. O'rtoqlar, galasiz buni 4 yil 3 million 700 dan to'laysiz. Buni 4 million 100 dan to'laysiz. Bemalol Avtoshopga kelaverasizlar, naqd barter savdo. Siz xohlagan to'lov usulidan faoliyat olib boramiz. Like bosib qo'yish, yoddan chiqmasin va takliflar bildirish.